Mana shunday dushobaxonani elektromontajini qilayotganda nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Hop, elektromontajlarimizga birinchi o'rinda kabellarimizga mana shunday gofralardan kiydirish kerak. Gofrani xudo xolasa hozir sizlarga ma'lumotlarni aytib o'taman. Hop, zazimlanali bo'lgan mana 3 tali kabellardan tashlangan. Bilasizlar, mana shu kabelda tok bo'lsa, mana shu izolyatsiya orqali ham ma'lum miqdorda tok o'tadi. Tokni sezadi. Mana shu izolyatsiya ham bir indikator tekkizsanglar tokni sezadi. Shuning uchun gofra kiydiriladi tashqi muhitdan, ya'ni mana shunday hammom baniyalarda namlik bo'ladi. O'sha namliklardan anchagina sizga himoya qilib beradi mana shu gofra. Chang, har xil bir shikastlanishlardan saqlaydi. Chang bo'lsa, kabel chang bo'lib ketsa, kabelda ham umri qisqaradi. Hech narsa umrbodlik emas. Va qisqa tutashuv bo'lganda mana shu goframiz shunday eriydi-da, kabelga yopishib, avtomatik kabelni o'chiradi. Mabodo avtomat ishlamay qolsa. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'ying.